Assalomu alaykum hammaga universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan og'izda eriydigan, nachinkasi ham juda ham yoqimli, mazali pechenye tayyorlaymiz. Tayyorlanishi ham oson, unchalik qiyin emas, lekin mazasi og'zingizda qoladi. Birinchi bizga 300 gramm elangan un kerak bo'ladi. Idishimizga solib olamiz. 100 gramm jo'xori kraxmali, 70-100 gramm shakar, choy qoshiq uchida tuz, 1 choy qoshiqdan razrixlitel, qoshiq yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz quruq massalani. 200 gramm xona haroratida yumshab turgan sariyog' yoki margarin ishlatishingiz mumkin. Yaxshilab qo'limiz bilan xamirga uqalab olamiz. Deyarli xamir holatiga kelib qoladi. Endi o'rtasidan ochib 50 ml suv solamiz. Ko'p sovormanglar, ozginadan solib ko'ringlar, o'zi yumshoqqina xamir bo'ladi. Xamir holatiga keltirib olganimizdan keyin salofanga yaxshilab o'raymiz. Hech qayerdan havo kirishi kerak emas. Muzlatgichga 30 minutga qo'yib qo'yamiz. Endi nachinkasini tayyorlaymiz. 250 gramm sitadan chiqarilgan tvorog, bitta tuxumni sarig'i, 80 gramm shakar, 1 choy qoshiqda to'ldirib kraxmal. Yaxshilab vilka yordamida aralashtiramiz. Bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiramiz. 30 minutdan keyin xamirimizni olamiz. Ozgina un sepib yoyib olamiz xamirimizni. Xamir juda ham yuqa ham emas, juda ham qalin ham emas, o'rtacha qilib yoyish kerak. Dumaloq kesgich yordamida kesib olamiz. Agar bunaqa kesgichlar yo'q bo'lsa, kattaroq stakan yoki krujkani og'zida ham kessanglar bo'ladi. Buni diametri 7-8 sm atrofida. Oralaridagi ortib qolgan xamirlarni olamiz, uni qaytadan yoyib, boshqadan tayyorlasak bo'ladi bemalol. Dumaloqlab qo'yamiz bu xamirni. Endi 1 choy qoshiqdan ichiga tvorogli nachinkamizni solib chiqamiz. Ustiga xuddi shunaqa qilib qolgan xamirlardan yopib olamiz. O'rtasini bosmaymiz, ozgina chetlarini bosib chiqamiz hamda vilka yordamida yaxshilab yopishtirib olamiz. Ichlari ham yaxshi pishish uchun o'rtasiga ozgina vilka sanchib qo'yamiz. Vilka sanchayotganda juda ham qattiq bosib olmanglar, o'rtacha qilib bossanglar bo'ladi. O'zi chunki juda ham yumshoqqina xamir. Qolganlarni ham xuddi shunaqa qilib tugib olamiz. Ortiqcha xamirlarni yoyib, yana xuddi shunaqa qilib kesib yopishtirib olamiz. Maydaroq qilsanglar 18 ta pechenye chiqishi mumkin. Kattaroq yirik qilsanglar 15 ta pechenye chiqadi. Maydaroq xohlovchilar maydaroq qilib kesishlari mumkin, kichkina qilib. Hammasini listimizga terib olib, qizdirilgan duxovkada 182 darajada 20-25 minut pishirib olamiz. Yana o'zingizlar duxovkalarga qaraysizlar. Mana pishib chiqdi. Usti qizarishi shart emas, o'zi oqroq, sariqroq bo'lib turadi. Mana teglari. Ustiga salgina ozgina sovigandan keyin qand upasini sepib chiqamiz. Juda ham issiqligida sepsanglar qand upasi erib ketishi mumkin. Mana pechenyemiz tayyor, juda ham mazali, og'izda eriydigan, choylar bilan ichishli pechenye bo'ladi. Tayyorlanishi ham oson. Mana ichlarini bo'lib ko'rsataman. Juda ham ishtaha ochar.
ichilaridagi tvoroglar bilan juda ham mazali bo'ladi. Bo'lganligida uqalanib ketadi xamiri. Yoqimli ishtaha hammanglarga tayyorlab ko'ringlar. Albatta sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.